yurttaşlar, birodarlar, muhasibinler, 8 Mart bayramı bilan tabriklayman. Allohim hammalaringizni ishlaringizni rivojini bersin, tan-jonlari sog' bo'lsin, martabalaringiz ulug' bo'lsin, dunyo tinch bo'lsin. Allohim tinchlik bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Allohim hammamiz yaxshi kunlarda, to'ylarda, o'tirishlarda uchrashib hammamiz. Assalomu alaykum, hurmatli bo'lgan xotin-qizlar. Hammalaringizni xalqaro xotin-qizlar 8 Mart bayrami bilan tabriklayman. Hammangizga uzoq umr, sog' salomatlik tilayman. Yanagi yillar ham shunday 8 Mart kunlari o'tirishlar hammamizga nasib qilsin. Avvalambor birinchi navbatda shu Norbota bobo bazmgohining boshliqlariga, shuni tashkil qilgan ishchilarga ham minnatdorchilik bildiraman. Ilohim shularning qo'llari dard bo'lmasin, qilgan mehnatlariga rozi bo'lsin. Bola keyin o'zimizning bolalarimiz, qizlarimiz bizlarga shu kunlarga nasib qilib qo'yibdi. Avvalambor qizlarimizga ham rahmat. Hammasiga rahmat aytaman. Ular ham xuddi bolalari bizga o'xshab shunday kunlarga nasib qilsin ularga. Bola chaqasining o'zini ko'rsin. Hammamiz hamisha sog' salomat o'ynab, kulib, shu yerda yana kunlar qatnashish hammamizga nasib. Assalomu alaykum xotin-qizlar. Hammalaringizni 8 Mart bayrami bilan tabriklaymiz. Bizlarga shuncha kunlarga yo'latgan bolalarimiizga katta rahmat. Ko'ngil bo'shlig'idan bolalarimiizga katta rahmat aytamiz. Zamonimiz tinch bo'lsin. Hamisha sog' salomat yursin bolalarimiz. Assalomu alaykum hurmatli opa-singillar, ojonalar. Mana bugungi bayram bilan hamma xotin-qizlarni tabriklayman. Zamonimiz tinch bo'lsin. O'zbekistonimiz tinchlikka ko'z tegmasin. Eng yomon kunimiz mana shunday bo'lsin. Tinchlik, omonlik bo'lsin. Hamma yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hamma sog' salomat o'ynab yursin. Farzandlarimiz omon bo'lsin. Xudoga shukrlar kunlarda ko'rsatgan farzandlarimizga rahmat. Omon bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Assalomu alaykum aziz opa-singillar va xotin-qizlar. Kelajakda shu 8 Mart bayramlarimiz hammamizni tabriklaymiz. Bolalarimizning umrini bersin. Qizimiz bo'lmasa ham o'g'illarimizning umrini bersin, kelinlarimizning umrini bersin. Shularga rahmat. Shu kelinlarimiz tashkillashtirib bizlarni mana konsertlarga yo'lladi. San'atkorlarimizga ham rahmat. Shunchalik ter to'kib mehnat qildi. Hamisha yaxshi kunlarda uchrashaylik. Yanagi bayramlarga ham sog' salomat yetish nasib etsin.